Suxoy isitishga oddiy isitishdan ko'ra issiqlik chiqarishi 5% ga farq qilishi mumkin. Ayrim insonlar suxoy isitishgan orasida havo bo'ladi deb o'ylashar ekan va issiqlik o'tkazishni ham kamroq deb hisoblashar. Albatta bu noto'g'ri. Rostdan ham teplый polni ustidan qilinadigan oddiy istiyashka bilan pol suxoy istiyashkani issiqlik o'tkazishi 5% atrofida farq qiladimi? Qurilishda ishlatiladigan har bir mahsulotni laboratoriya sharoitida olingan issiqlik o'tkazish bo'yicha aniq texnik ma'lumotlari bo'ladi. Va bu ma'lumotlar asosida istalgan mahsulotni har qanaqa sharoitda qancha issiqlik o'tkazishini hisoblash imkoniyatini beradi. Taxminlasiz. Birinchi bo'lib oddiy istiyashkani olamiz. Uni issiqlik o'tkazish koeffitsiyenti 1.29 dan 1.52 wattgacha. Agar buni 5 santimetrli istiyashka uchun oladigan bo'lsak, 1 kvadratdan 104 wattgacha issiqlik olamiz. Agar uyimizdagi teplый pol maydoni 100 kvadrat metr bo'lsa, bu 10.400 watt degani, ya'ni 14 kilovattga teng. Endi pol suxoy istiyashkani ko'ramiz. Uni issiqlik o'tkazish koeffitsiyenti 0.37 dan 0.46 wattgacha. Agar uni 5 santimetrli istiyashka uchun olsak, 1 kvadratdan 50 watt issiqlik olamiz. Agar uyimizdagi teplый pol kvadraturasi 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bu degani 5000 watt, ya'ni 5 kilovattga teng. Demak, 100 kvadratli teplый pol qilingan joyga oddiy istiyashka qiladigan bo'lsak, undan 14 kilovat olar ekanmiz. Xuddi shu joyga pol suxoy istiyashka qiladigan bo'lsak, undan 5 kilovat olar ekanmiz. Ya'ni pol suxoy istiyashkadan issiqlik olishimiz oddiy istiyashkadan ko'ra 2 baravarga kam. Ko'rib turganingizdek, sizning qo'lingizda aniq hisob-kitob bo'ladigan bo'lsa, kimlarnidir taxminlariga emas, siz o'zingiz uverin bo'lgan hisob-kitoblarga tayanib, sizni uyaltirmaydigan отопление tizimi qilasiz. Aslida hozir ko'rsatganlarimiz отопленияni hisob-kitob qilish bo'yicha 40 kunlik kursimizni kichkina bir qismi xolos. Santexnik ustalar uchun mo'ljallangan zamonaviy muhandislik tizimlari o'quv kursida 8 yil davomida 380 dan ortiq ustalar o'qishdi va olgan bilimlarini hozirda ishlarida qo'llab kelishyapti. Bu kursimizda siz отопленияni noldan to'liq hisob-kitob qilishni o'rganasiz va sohamizdagi eng malakali mutaxassislardan kotelniya avtomatikasi, komnatniy termostatlar, nasosniy stansiyalar, avtomatik sug'orish tizimi, teplovoy nasos, bino teplizolyatsiyasi va katta obyektlarda ishlash va jamoani boshqarish bo'yicha amaliy bilim va tajribani olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ro'yxatdan o'tish uchun kommentariyada dars so'zini yozib qoldiring. Sizga to'liq ma'lumot yuborib qo'yamiz. Shoshiling, joylarimiz cheklangan.